Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Bugün men sizlarga bir qayg'uli xabarni yetkazman. U bo'lsa-mu bizning eng yaqin do'stimiz Uyg'ur xalqining qo'llig'ichisi Yaponiyaning sobiq prezidenti Shinzo Abe tünügün saat şu Yaponiya vaqti 11'den o'tganda suiqasdga uchrab, doktorxonaning davolashimi unum bermay dunyodan o'tdi. Men Shinzo Abening bütün do'st birodarlariga va oila tabobatlariga samimiy salomim bilan hem ulardan hol so'rayman, hem sabr tilayman, hem qattiq motam tutaman. Bütün Uyg'ur xalqi Shinzo Abe meni ve mening Uyg'ur xalqining vakillarini 2007-yili Uyg'ur davosini dunyoga anglatish shunda qiyinga uchrayotgan bir davrlarda Minzitani xonimni o'rlashtirib, Minzitani xonimning Amnesty International bilan birlashib chaqirishi bilan Yaponiyaga meni olib keldi. Ve Yaponiyaga men kelgandan keyin shundaq zo'r darajada mening xalqimga nayt cho'ng yuqori o'rin berib, o'z oilasiga, oila do'st qatorida yo'ldoshim Sidiqoji bilan mehmon chaqirib, 2 qitim meni alayda kutib oldi. Ve onundan kimmi bağa vaqtimda bir necha qitim kutib oldi. Shinzo Abe meni kutib olmadi. Uyg'ur xalqiga Yaponiyaning bir rahbari, bir siyosini Uyg'ur xalqiga Rabia Qodirdek bir xonim orqali ishkini ochdi. Shu vaqtdan tatib Uyg'ur masalasida Yaponiyadan nayt cho'ng yuksalish va do'stlik guruhini qurish to'lqini qo'zg'alib ketdi. Shinzo Abening bütün qo'llovchilari va bütün Yapon xalqi meni shu Shinzo Abe Amnesty chaqirgan davrda 10 shaharga 30-40 yerda nutq so'z etib, Yaponiya xalqini saldak tavirtib etdi. Yaponiyada mana mushundaq Uyg'ur siyosiy masalalarini kun tartibga akirgan bir rahbarimiz bütün dünya siyosatçılarının arasida bizga o'xshash ezilgan, vatandan ayrilgan millatlarning igisiga igi chiqadigan bir rahbardan biz ayrildik. Shuning uchun men bu motam ve kunni sizlarga xabar qilish uchun bugun so'zlayapman. Qarindoshlar, shuningdan tatib Yaponiyada do'stlik guruhi qurilib, Yaponiyada har xil faoliyatlar olib berildi. Men yana shu Shinzo Abening qo'llashi bilan, Shinzo Abening qo'llovchilarining qo'llashi bilan Yaponiyada Dünya Uyg'ur qurultayining qurultayini ochdik. Qurultay ochgan vaqtimizda Shinzo Abe o'zining osh kabinetidagi barliq Yaponiyaning eng yuqori darajalik rahbarlarini bizning qurultayga qatnashtirdi. Qurultayni 2012-yili qo'lladi, Uyg'ur xalqini qo'lladi. Mana mushundaq bir rahbarning motam kuni bilan sizlar bilan uchrashyapman. Shinzo Abeni biz mangu unutmaymiz. Oilasidan hol so'rab turamiz. Shinzo Abening do'stlaridan hol so'raymiz. Rahmat qarindoshlar.